Mana bugun yurmoqdaman yolg'iz, o'ylarman bir zum. Bugun nima bo'layapti? Yoshmizmi yo, ulg'aydikmi biz ham? Nega hayot achchiq bo'lib bormoqda kun sayin? Ko'nglim so'rar javobini, topolmayman men tayin. Hurmat izzat qayga ketmoqda? Ayting bugun kim bilur? Qani yoshlar kattalarni hurmat qilsa, ko'ngil to'lur. Qani kattalar yoshlarga to'g'ri yo'l ko'rsatmasdan o'tmoqda. Shu sababdan ko'p qalblarda armonlar ham yig'lamoqda. Nima qilaylik bugun? Oqibat ham yo'qolmoqda. Mehr-oqibat kamayib, inson qalbi sovimoqda. Bir-biriga begona bo'lib yashar odamzod. Ko'ngillarda qolayotir armon, dard va faryod. Qani qizlarimizda ibo hayot, qani bugun iffatlar, qani bugun uzun ko'ylak kiyishlar, pokiza odatlar. Mana bugun boshim egilgan holda o'ylayman men. Qani tarbiya, qani iffat, qani g'urur bugun nega so'ngan? Qani oqibat, qani mehr, qani insoniy qarashlar? Bir-birining ustidan kulmoqda bugun ko'p insonlar. Sal yursang qiybay boshlanar, ortingdan g'iybatlar. Og'ir botar qalbimizga bunday achchiq suhbatlar. G'iybat ayollarga xos bo'lsa-da, mana bugun ko'raylik. Erkaklar ham g'iybat qilib ne yo'llarga kiraylik. Qoshin terar, sochin o'stirar, qani g'urur bugun qani? Qani haqiqat, qani oriyat, qani erkaklik sha'ni? Mana bugun yoshlar qay yo'lda ketmoqda o'ylayman. Ko'nglimdagi savollarga javob topolmay qiynalaman. Har kim o'z yo'lini tanlagan, kimdir adashib qolmoqda, kimdir esa to'g'ri yo'lni topolmay ham bormoqda. Nega bugun tarbiya so'zi unutilib bormoqda? Ota-onaning nasihati ba'zi qalbga yetmayapti-da. Qadriyatlar qo'ldan ketib, urf-odatlar so'nmoqda. Shu holatni ko'rgan qalbim yana iztirob chekmoqda. Yoshmizmi yo, ulg'aydikmi? Vaqt bizni sinamoqda. Kecha bola bo'lgan qalb bugun hayotni anglamoqda. Nega hayot achchiq bo'lib bormoqda deb so'rayman. Ko'nglimdagi ming savolni faqat ichimda aytaman. Hurmat bilan yashaganning qadri doim balanddir. Kattalarning duosi ham inson uchun qudratdir. Yoshlar ibrat olsa edi, nurga to'lardi yo'llari. Mehr bilan bezalardi bugun barcha dillari. Qani bugun iffat, qani hayot, qani pokiza qalblar? Qani g'urur, qani haqiqat, qani o'rli insonlar? Bir-biriga mehr berib yashasaydi odamlar, yana go'zal bo'lar edi bugungi bu zamonlar. Sal yursang g'iybat boshlanar, g'iybat qilar, oddiy holat bo'p qolar. Qani g'urur, qani matonat arzimagan so'zlar bilan qalb sindirar ayrim beparvo odamlar. Oqibatni yo'qotmasak, mehni asrab yashaylik. Inson bo'lib kelgan ekanmiz, inson bo'lib ketaylik. Mana bugun boshim egilgan holda o'ylayman yana. Qani tarbiya, qani iffat, qani g'urur bu zamonda? Qani oqibat, qani hurmat, qani poklik va vijdon? Shu savollar qalbim ichra aylangaydir har zamon. Mana bugun yurmoqdaman yolg'iz, o'ylarman bir zum. Bugun nima bo'layapti? Yoshmizmi yo, ulg'aydikmi biz ham? Hurmat izzat qayga ketmoqda? Qani haqiqat, qani nur? Mana bugun yoshlar qay yo'lda ketmoqda? Ayting, qani g'urur, qani bugun yiglarman jim bo'lib, oqibat yo'qolmoqda. Ketarmiz bir kun biz